Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. 2 kun oldin kanallarimizga joylagan videomizda samarqandlik akalarimiz Isuzu'ni naqd pulga to'lov qilib olib ketdilar va biz 12 ta viloyat ichida qana samarqandlik akalarimizga javob qilib, yana naqd pulga Isuzu Senja avtomobilini xarid qiladigan mijozlarimiz bormi degandik. Shu savolimizga labay deb namanganlik akalarimiz mana bugun kelib Isuzu Senja avtomobilini xarid qilishdi. Aka, avtomobil qulluq bo'lsin. Rahmat aka, tinchligingni sog' bo'lsin. Mana ishimiz bir pasda bitdi. Soat 9da keldik mana, bit bo'lmashiga qaramay chiqarib berishdi. Birinchi o'rinda muomalalarga malades. Mashina rahbari ana Akmal akamning tenjollari sog' bo'lsin. Shu tufayli mana oldik mashinani. Mana Murodjonning tenjollari sog' bo'lsin. Didamning tenjollari sog' bo'lsin. Shunday mashinani berganlariga rahmat qilmayniga. Aka, avtomobil qulluq bo'lsin. Isuzu Guliston tarafidan avtomobilga chexol va poliklarni sovg'a tariqasida qabul qilib olasiz. Amaki, o'zingiz bitta chiroyli duo qilib qo'yasiz. Hamma masala shu yerga kelib o'tirib Allohu akbar. Hurmatli mijozlar, sizlarga ham xuddi shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Rahmat.